Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 12-darsni boshlaymiz bugun. 12-darsi birinchi qismi bo'ladi. Mavzusi ni chuanda taishhao. Ni chuanda taishhao. Seni kiygan kiyimlaring juda ham kam, ya'ni juda ham yuqa kiyingansan degan ma'nodagi gap bu. Birinchi yangi so'zimiz bu t. Buni grammatika qilib o'rganamiz bugun. Dni ma'nosi fe'l bilan sifat yoki holatni bog'laydigan yordamchi so'z. Fe'l va sifat yoki holatni bog'laydigan yordamchi so'z bo'lib, biron bir narsani yoki biron bir o'sha ishni qay darajada qilinganligini bildiradi. Ya'ni o'sha fe'l bilan sifatni bog'lab keladigan bog'lovchi so'z deb tushunsangiz bo'ladi. O'sha ish harakatda bajarilayotgan darajasi qanchalik yaxshi bajarildi, qay darajada bajarildi, o'sha narsani sifat bilan aytayotganingizda oldin dni aytasiz. Mana misol uchun ta shuida hanzo. Soat 9da uxlashga yotgan. Ta shuida hanzo. U juda ham erta uxladi. Ta shuida hanzo. Fe'ldan keyin kelib, sifatdan oldin keladi. Va o'sha fe'l bilan sifatni bog'lab kelib, o'sha fe'lni ish harakatda qay darajada bajarilganligini bildirib keladigan so'z bu. Ta chidi handuo. Uni yegani juda ham ko'p. Bu yerda ham katta ma'no olgan oltin yana shuncha narsa bor. O'shaning uchun ta chidi handuo. U juda ham ko'p yedi degan ma'noda. Bunga misollar ko'ramiz. Mana soat 9 bo'lgan. Ta shuida hanzao. U juda ham erta uxladi. Hanzao degan juda erta. Zao o'zi erta degan. Wo shuida handuan. Soat 12da uxlashga yotishim bu o'zi kech hisoblanadi. O'shaning uchun men uxlaganim juda ham kech, ya'ni men juda ham kech uxladim. Wo shuida handuan. Men juda ham kech uxladim. Buni formulasi subject ya'ni ega, fe'l, d, undan keyin adjective ya'ni sifat. Subjectga ta bo'lyapti, shui bu yoqda fe'l ya'ni uxlamoq, d mana o'z o'rnida va sifat hanzao. Ta shuida hanzao. U juda ham erta uxladi. Wo shuida handuan. Men juda ham kech uxladim. Yana misollar ko'ramiz. Ta chidi handuo. U juda ham ko'p yedi. Ikkita narsa, mana ikkita gamburger. Wo chidi hanshao. Mana ozgina narsa turibdi. O'shaning uchun men juda ham kam yedim. Wo chidi hanshao. Endi buni inkor ma'nosi, agar negativ shaklda bermoqchi bo'lsangiz, ta shuida bu wan. U kech uxlamadi. Wo chidi bu duo. Men ko'p yemadim. Endi agar unchalikmas deb, ya'ni o'sha sifatni darajasini unchalikmas degan ma'noda aytmoqchi bo'lsangiz, bu tay deysiz. Va bu tay bu d'dan keyin sifatdan oldin keladi. Mana bu yoqda hozir inkor shaklimiz ham o'sha inkor ma'noni beradigan bu so'zi ham d'dan keyin sifatdan oldin kelganda, o'shanda bu tay deb ishlatsangiz bo'ladi. Unchamas, unchalikmas. Ya'ni ta shuida bu tayvan. U unchalik kech uxlamadi. Wo chidi bu taydo. Men unchalik ko'p yemadim. Hop, rasmlarga qarab, hozir savollarga javob berishingiz kerak. Misol uchun birinchisi ta judi haoma. Uni yashashi yaxshimi? Birinchi rasm. Ta'ni uchi ta judi haoma. Uni yashashi yaxshimi? Videoni pauza qilib o'zingiz javob bering. Men hozir to'g'ri javob beraman. Birinchi savollarni ko'rib turibmizki, sharoit juda ham zo'r. Hozirgi yangi dizayndagi uy va bu oddiy yotoqxonaga o'xshagan uy. O'shaning uchun buni yashash juda ham yaxshi deymiz. Ya'ni ta judi hanha. Buniki unchalik yaxshi emas. Ta judi bu tayho. Yomon ham emas, lekin ja zo'r ham emas. O'sha ma'noda bu tayho. Bu tay. Hozir listening eshitamiz, ya'ni audio qo'yib beraman. Undan keyin mana shu 3 ta savolga javob berasiz. Birinchi savolimiz Newda 每天早上几点起床? Ayol har kuni ertalab soat nechida uyg'onadi? 女的起得早还是男的起得早? Ayol erta uyg'onadimi yoki erkak erta uyg'onadimi? 女的每天晚上几点睡觉? Ayol har kuni kechqurun soat nechida uxlaydi? 教室
Text 1. In the classroom. 你每天早上几点起床？6点多。你比我早起1个小时。我睡得也早，我每天晚上10点就睡觉，早睡早起身体好。Audioni eshitdik, menimcha sal qiyin bo'ldi o'xshaydi. Yana qaytadan eshitasiz. Qayta eshiting toki javobni o'zingiz topmaguncha tushunib eshitishga harakat qiling iloji boricha. To'g'ri javoblarni beraman. 你的每天早上几点起床？你的每天早上6点多起床，soat 6dan keyin uyg'onadi. 你的起得早还是男的起得早？你的起得早 chunki erkak aytdiki san mendan nechta soat ham oldin uyg'onar ekansan dedi. Hozir necha soat degan ismi yo'q, menimcha 1 soatda o'xshaydi. Erkak kishi hayron qolib savol javob qaytardi. San mendan erta uyg'onar ekansan dedi. 你的每天晚上几点睡觉？你的每天晚上10点睡觉。keyin ayol aytdiki o'sha men har kuni soat kechki 10da uxlayman va erta uyg'onaman. Erta uxlab erta uyg'onaman. Erta uxlab erta uyg'onish bu sog'liqqa ham yaxshi deb javob berdi. Davom etamiz. Mana hozirgi audio tekst varianti. 你每天早上几点起床？ Sen har kuni ertalab soat nechda uyg'onasan? 6点多 6dan keyin. 你比我早起1个小时 sen mendan 1 soat erta uyg'onar ekansan. Mana boya aytganim erkak kishining javobi bu. 我睡得也早 mani uxlaganim ham erta, men uxlashim ham erta. 我每天晚上10点睡觉 men har kuni kechqurun soat 10da uxlayman. 早睡早起身体好 erta uxlab erta turish sog'liqqa yaxshi, sog'liq uchun yaxshi demoqchi. Keyinsiz ko'rib chiqamiz. 你每天早上几点起床？ 6点多。你比我早起1个小时。我睡得也早。我每天晚上10点就睡觉。早睡早起身体好。Hop, hozirgi tekstni o'zingizni tilingizdan kelib chiqib gapiring, ya'ni paraphrase qilib, o'zingizni nomingizdan gapirib berishingiz kerak. O'sha tushib qolgan so'zlarni o'rnini to'ldiring. Tekstdagi ma'noni saqlab qolgan holatda. Pauza qilib o'zingiz bajarasiz. Men hozir to'g'ri javoblarni beraman. 他每天起得早，他睡得也早，早上6点多起床，晚上10点睡觉。他觉得早睡早起身体好。U har kuni erta uyg'onadi, uxlashi ham erta. Ertalab 6dan keyin uyg'onadi, kechki payt soat 10da uxlaydi. Uni o'ylashicha erta uxlab erta turish sog'liq uchun yaxshi. Savollarga javob bering, ham pozitiv, ham negativ shaklda. Mana bu yerda savollar turibdi. Qarshidagi so'zlardan foydalanib savolga javob berishingiz kerak. Ham pozitiv shaklda bering, ya'ni oddiy shakl men qilaman va negativ shakl men qilmayman. Pozitiv bilan negativ farqiga borasizlar. O'sha ikkita ma'noda ham yozib berishingiz kerak. Misol uchun, 姐姐考得怎么样? Opchangning imtihoni qanday bo'ldi? Imtihoni yaxshi bo'ldi deb ayting, imtihoni yomon bo'ldi deb ayting. Keyingisi 他玩得怎么样? U o'ynaganda qanday o'ynadi? Ya'ni o'ynash yoqdimi demoqchi. O'ynaganda juda ham xursand bo'ldi yoki xursand bo'lmadi. Kaosing bu xursand bo'lish. Videoni pauza qilib o'zingiz bajarasiz. Men to'g'ri javobni beraman. 姐姐考得很好. Opchamning imtihoni juda ham yaxshi bo'ldi. 姐姐考得不好. Opchamning imtihoni yaxshi bo'lmadi. 他玩得很高兴. U o'ynashi, ya'ni o'ynab juda ham xursand bo'ldi. 他玩得不高兴. U o'ynab xursand bo'lmadi. Keyingisi buni ham xuddi shunaqasiga bajarasiz. Videoni pauza qilib o'zingiz bajaring. Men hozir to'g'ri javobni beraman. 他跑得怎么样? Uning yugurishi qanday? 他跑得很快. Uning yugurishi juda ham tez. 他跑得不快. Uning yugurishi tez emas. Mana e'tibor bering, mana bu dni ishlatilishiga. Mana bu palga tegishli, ya'ni yugurishi darajasini so'rayapti. Yugurishi qandoq bo'ldi?
tez darajada yugurdimi yoki sekin darajada yugurdimi, shu narsada mana d keladi. Yana qaytaraman, o'sha fe'ldan keyin va sifatdan oldin. Fe'l bilan sifatni bog'laydi. Fe'lda o'sha ish harakatni qay darajada bajarilganligini bildiradi. Ni juda zamayang, seni yashashing qanday? Yoki o'sha yashashing qanday? Wo juda han yuanma, yashaydigan joy juda ham uzoq. Wo juda bu yuanmani yashash joyim unchalik uzoq emas. Hop, bugungi darsimiz shu joyda tugaydi. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar javob beraman. Hozir bitta takrorlashib qolamiz. Bugungi asosiy grammatika, bu o'tgan grammatikamiz bu d. Yana qaytaraman. Fe'l bilan sifatni o'rtasida xuddiki bog'lovchiga o'xshab keladi. O'sha fe'lni qay darajada bajarilganligi, ish harakatda o'sha yaxshi bajarildimi, yomon bajarildimi, xursandchilikda bajarildimi, xafa bo'lib bajardimi, tez bajardimi, sekin bajardimi, o'sha hammasini darajasini, sifatini berayotgan paytingizda d ni ishlatasiz. Orada d qo'yasiz, o'sha sifat bilan fe'lni bog'lab kelishi uchun. Mana misol uchun bu chidi, man uyg'onishim juda ham erta uyg'onaman. Bu shuydi, bu mani uxlashim kechmas. Men kech uxlamayman demoqchi. Darsimiz tugadi. Tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada so'ranglar. Darslar yoqayotgan bo'lsa, o'zinglarning fikringlarni, tavsiya, takliflar bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Yoqayotgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa, qolganlari ham tez chiqadi. Rahmat hammaga.